bir alkash g'irt kayb eshikni devorni tagida yotibdi. Alloh deb turibdi. Alkash o'zi g'irt kayb, og'zidan aloni hidi kelib turibdi. Keyin haliga ulamo bir joydan bir suv olib keldida, bu badbaxt o'zi alkash ekan-u, Allohni zikr qilyapti. Hech yo'q, og'zini yuvib qo'yay, toza chiqsin kalima deb og'zini yuvib qo'ydi uni. Og'zini yuvib qo'ydi-da bordi, masjidga borib ibodatini qildi xuftonga. Ertalab bomdodga kirsa, o'zi kechqurun tush ko'rgan. Tush ko'rdi. Tushida haligi alkash jamoatda namozda turibdi. Ko'rib, nima bo'ldi desa, siz meni og'zimni poklagan paytingizda Alloh qalbimni poklab qo'ydi, deyapti tushida. Ertalab bomdodga kirsalar, bomdodda safda o'tiribdi haligi alkash. Haligiga qarab, nima bo'ldi dedi, tushingizdagi gap bo'ldi dedi. U ham tush ko'rgan ekan-da. Ya'ni birodarlar, odamni zohiriga qarab keskin hukm chiqarmaslik kerak. Bizni islom dinimiz rahmat dini. Adashgan odamni yuziga urish emas, to'g'ri yo'lga olib borish kerak. Imom G'azoliydan so'rashgan, namoz o'qimagan odamning hukmi nima deganda, qo'lidan yetalab masjidga olib borish degan.